Assalomu alaykum barcha davrlarni eng zo'r sotuvchilari. Sizlarni ushbu videoni ko'rib turganingizdan juda ham xursandman. Sababi siz o'zingizni rivojlantirish ustida birinchi qadam tashladingiz va aybni va nihoyat o'zingizni bo'yningizga oldingiz. Ya'ni sotib bo'lmayotganingiz sabab ko'pchilik boshqani ayblaydi. Deydilar sifatsiz deydi, odamlarning hozir pul yo'q, hozir krizis deydi. Lekin eng muhim narsa nima? Bu o'zimizning mas'uliyat. Biza to'g'ri ishlayapmizmi? Biza mijozlar bilan to'g'ri gaplashyapmizmi? Ularga to'g'ri texnika ishlatyapmizmi? Bu eng muhim savol. Shuning uchun bugungi darslikda xudo xolasa siz bugungi darslikni o'zidan keyin mijozlar bilan to'g'ri ishlashni o'rganib olasiz va katta ehtimol bilan o'zingizni sotuvingizni konversiyasini oshirishga erishasiz. Bo'lmasam boshladik, cho'zib o'tirmayman. Bugungi darsimizning oti 10 bosqichli sotuv texnikasi. Bu o'zimni avtorskiy texnikam va chegirmasiz sotish uslubi deyman men buni. Ko'pchilik chegirmasi o'rgan paytda men aynan shu texnikani ishlatib chegirmasiz sotishga urinaman va ko'p holatlar o'xshaydi. Bo'lmasam keling tanishib olamiz. Birinchi navbatda Sarvar Zaynidov o'zi kim? Kim san'atchilik deyishingiz mumkin, lekin men asosan o'zim sotuvchiman. O'zim sotuvchidan chiqqanman. Men Hyundai'da, Skoda'da, Volkswagen'da, KFC'da, Daphne'da va bir nechta umumiy 26 ta korxonada sotuvchi bo'lib ishlaganman. Ya'ni sotuvchi bo'lib ishlaganman va hozir ham o'zim sotuvchiman deb aytaman. Agar siz ham o'zingiz sotuvchiman deb fikrlayotgan bo'lsangiz va odamlarga sotaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu darslik albatta sizga foydali bo'ladi. Endi keling, raqamni ko'rib chiqamiz. Men o'zim sotuvchiman, rahbarman. Umumiy 7,5 mingtadan oshiq zelkani amalga oshirganman. 7,5 mingtadan oshiq odamga o'zimni xizmatimni yo produktimni sotganman. Umumiy aytganda hozirda ProSales degan agentlikka rahbaraman. Bizning korxonamizda call center outsource, ya'ni korxonalarga call center xizmat ko'rsatadi va menda umumiy 35 dan oshiq operatorlar bor va biz korxonalarga sotuv bo'limini qurishga va tizimlashtirishga yordam beramiz. Umumiy sotuv sohasida tajribam 8 yil bo'ldi, xudoga shukr. Va umumiyda men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, hozirgi darslikni men 8 yillik tajribamni asosan yig'ganman. Hech qanaqa kitobdan olingan ma'lumotlar emas, hech qanaqa YouTube'da ko'rgan ma'lumotlar emas. Bu hammasi o'zimning tajribam yig'ilgan va buni sizga bugun bepul beraman. Zo'r, kelinglar bo'lsam bugungi dars boshlashimiz oldin 3 ta narsani bilib olishimiz kerak. Birinchi navbatda sizga yaxshi kayfiyat kerak. Chunki qachon kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, ishlaringiz ham yaxshi bo'ladi. Sotuvchilar odatda shunaqa bo'ladi. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lgan paytda ishlaringiz yaxshi bo'ladi. Va ko'pchilik deydi, "Men ishim yaxshi bo'ladi, qachon kayfiyatim yaxshi bo'lsa" deydi. To'ppa-to'g'ri bu narsa. Shuning uchun siz kayfiyatingiz yaxshi bo'lishi kerak, bilim olishingiz uchun. Ikkinchi navbatda kerakli ma'lumotlarni yozib oling, chunki bu video vaqtinchalikka qo'yilyapti va aytaylik 48 soatdan keyin, 36 soatdan keyin bu videoni umuman o'chirib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun nima insight ko'rayotgan bo'lsangiz, buni yozib oling. Va uchinchisi, olingan bilimlarni qo'llashingiz kerak. O'ylamang, qanaqadir sehrli bir tabletka beraman sizga hozir va shuni aytganingizdan sotib olasiz. Yo'q. Bu yerda olingan bilimlarni amalda qo'llab va uni takrorlashtirib borish kerak. Shundagina sizni o'xshayotgan ehtimolda. Zo'r bo'lsam, boshlaymiz. Birinchi navbatda terminlarni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik mijozlarni bosib o'tgan yo'lini adashtirib qo'yishadi. Masalan, sizga yangi zaiflik kelib tushsa, ya'ni yangi murojaat kelib tushsa, kontaktlari bor, ismi bor, telefon raqami bor bo'lsa, siz uni lead deb aytasiz. Lekin odatda lead bu murojaatchi. Ya'ni 3 ta bosqich bor mijozni bosadigan. Birinchisi lead bo'ladi, keyin kontakt bo'ladi, keyin bo'lsa mijoz bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda siz murojaatchini lead deb aytamiz. Ya'ni bu Instagramda yozadi-ku sizga, masalan, assalomu alaykum, xizmatlar narxi nech pul, produkt narxi nech pul yozadi-ku, bu lead. Ya'ni buni biz uni hali ismini va telefon raqamini bilmaymiz, shuning uchun biz uni lead deb aytamiz. Murojaatchi degan. Ikkinchisi, biz uni telefon raqamini, kontaktini olganimizdan keyin u kontaktga aylanadi. Ya'ni qiziqish bildirgan kontaktlar. Va uchinchisi, qachon bizdan sotib olsa, u customer bo'ladi, ya'ni mijoz bo'ladi. Shuning uchun biz hali bizdan sotib olmagan odamga hurmatli mijoz deb ayta olmaymiz. Va eng qizig'i, sotib olgan odamga ham hurmatli mijoz deb ayta olmaymiz. Sababi, uni ismini bilamiz-ku. Nimaga hurmatli mijoz deymiz? Sizdan sotib olgan mijozning otini bilasiz. Masalan, Davron ismi. Davron aka deb murojaat qilsangiz bo'ladi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun bu yoqda eng muhim narsa mijozni ismi bilan murojaat qilishingiz kerak, ismini bilganingizdan keyin. Tushunarli? Shuning uchun bitta takrorlab o'ramiz. Leadlar bu murojaatchi, kontaktlar o'sha murojaatchining ismi va telefon raqami bo'lsa bizda va uchinchisi qachon bizdan sotib olsa, u mijozga aylanadi. Tushunarli? Bo'lmasam davom etamiz. Bugungi darsimizning qisqa rejasi bu 10 bosqichli sotuv texnikasi. Men buni mukammal savdoni 10 bosqichi deb aytaman. Birinchi navbatda biz mijozlar bilan to'g'ri tanishishni o'rganamiz. Ikkinchisi, mijozga small talk qilishni o'rganamiz va uchinchisi, ice breaker savollarni berishni o'rganamiz. To'rtinchisi, ehtiyojni aniqlashni, beshinchisi, taqdimot qilishni, oltinchisi, narx aytish siyosatini, yettinchisi, e'tirozlar bilan ishlash, ODC degan texnikani o'rgataman. Men sizga bu dajim qilishni o'rgatadi. Keyin esa kelishuv qilish va xayrlashuv. Umumiy 10 ta bosqichli texnikani men sizga bugun o'rgataman.
Bo'lmasam boshlaymiz. Birinchi navbatda leadlar, kontaktlar bilan aloqa o'rnatish uchun sizda atigi 4 soniya bor. Ya'ni bu 4 soniya nima? Qachonki yaxshi taassurot qoldirmoqchi bo'lsangiz. Britaniyada zo'r maqol bor. Odamlarda birinchi taassurotni qoldirish uchun sizda hech qachon ikkinchi imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun siz birinchi navbatda mijozlarga qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda birinchi 4 soniyada sizni odamlar xavfli yoki xavfsiz inson deb qaror qabul qiladi. Ya'ni bu sizni baholab qo'yadi. Bu sizni ovozingiz, bu sizni kayfiyatingiz, bu sizni energiyangiz bo'lishi mumkin. Agar offline biznesda bo'lsangiz, bu sizni tashqi ko'rinishingiz, bu sizni kech qolmasligingiz, bu sizni ozodaligingiz, bu sizni o'zingiz tutishingiz, bu sizni ko'ziga qarashingiz, hattoki qo'l berishingiz ham shu 4 soniya ichiga kirib ketadi. Bu birinchi 4 soniyada odatda mijozlar birinchi taassurotini qoldiradi. Shuning uchun birinchi 4 soniyani muhimligini aytib qo'ya olmasligi, har bir sotuvga tayyorlanish kerak. Shundagina sizni sotuvlar amalga oshishi yaxshiroq bo'ladi. Zo'r, bo'lmasa davom etamiz. Birinchi navbatda mijoz bilan tanishish. Ko'pchilik mijozlar bilan tanishayotgan paytida telefonga assalomu alaykum, Nodir aka yaxshimisiz? Men Sarvarman deydi. Zo'r, qaysi Sarvarsan sen? Sen sinfdosh Sarvarmisan, mahallaliy Sarvarmisan? To'g'rimi? Ko'pchilik to'g'ri tanishib bilmaydi. Birinchi navbatda biza qaysi korxonadanmiz, shuni aytishimiz kerak. Ya'ni biza birinchi navbatda vakilmiz. To'g'rimi? Qaysidir korxonaning vakilimiz. Agar siz frilanser bo'lsangiz, unda siz vakil emassiz. Shuning uchun birinchisidan siz sakrab o'tasiz, agar siz frilanser bo'lsangiz. Lekin siz korxonada ishlagan bo'lsangiz, birinchi navbatda korxonaning nomi aytilishi shart. Masalan, o'taylikmi, o'zim tanishtiraman. Assalomu alaykum, ProSales korxonasidan, ikkinchisi mutaxassisligim. Sotuv bo'limi qurish bo'yicha mutaxassis Sarvar Zaynuddinov bo'laman. Ko'rdingizmi? Birinchisi siz qaysi korxonasiz, ikkinchisi mutaxassisligingiz nima? Sotuv menejerimisiz, kurslar bo'yicha mutaxassismisiz, konsultantmisiz, operatormisiz, ya'ni lavozimingizni aytishingiz kerak. Va uchinchisi shaxs, ya'ni kimsiz? Ismingiz va familiyangiz, ismingiz yoki otchesvingiz. Nimaga ism va familiya aytiladi? Yoki nimaga lavozim aytish kerak? Ko'pchilik assalomu alaykum, ProSalesdanman, Sarvarman deydi. Zo'r, sen kimsan endi? Qaysi lavozimdasan? Ya'ni biznes egasi bilan gaplashayotgan paytda ular so'raydi, siz kimsiz o'zi? Sotuvchimisiz, direktormisiz, buni ham menejermisiz deydi va sizga ochilmaydi. Qachonki siz o'zingizni mutaxassis sifatida ochib bera olsangizgina sizga mijozlar ham ochilishni boshlaydi. Shuning uchun birinchi navbatda siz qaysi korxonaga qo'ng'iroq qilyapsiz, keyingisi siz qanaqa mutaxassissiz va uchinchisi kimsiz. Ko'pchilik ismini aytayotgan paytda uyaladi, familiyasini qo'shgani yoki otchesini qo'shgani, bilmayman, o'zini oddiy odam deb o'ylaydimi? Lekin men har doim hayron bo'lardim. Maktab paytida jurnalga Zaynuddinov Sarvar deb yozib qo'yishardi. Men aytardim, nimaga Sarvar Zaynuddinov yozmaysizlar derdim-da. Nimaga? Chunki hamma buyuk insonlar, hamma hurmatli insonlar, hamma o'sha bizni tanigan, taniqli insonlarni birinchi bo'lib ismi keladi. Undan keyin familiyasi keladi, to'g'rimi? Masalan, Odil Ahmedov, masalan, Munisa Rizayeva, to'g'ri, masalan, Saida Mirziyoyeva. To'g'risida, ya'ni biz hurmat qilgan yoki biz e'tiborli deb bilgan yoki biz taniqli deb bilgan insonlarni birinchi navbatda ismi keladi, undan keyin familiyasi. Shuning uchun xuddi shunaqa men ham o'zimga yoshligimdan o'sha maktabda daftar ustida yozib qo'yardik-ku, o'shadan boshlab tushunmasdim. Nimaga men ism birinchi bo'lib kelmaydi. Va bilsam, bu o'zi eng to'g'risi ham. Birinchi ism, keyin familiya aytilar ekan. Shuning uchun siz ham doim ismingizni yoki familiyangizni yoki ismingiz bilan o'chingizni ayting, chunki siz ham hurmatli insonsiz. Tushunarli? Zo'r. Bo'lmasam davom etamiz. Ikkinchisi, small talk. Small talk bu nima? Odatda small talk bu har bir uchrashuvda, har bir suhbatda asosiy maqsaddan oldingi bo'lgan umumiy suhbat bo'ladi. Bu umumiy suhbat qanaqa? Masalan, siz taksiga chiqqansiz, aniq, taksiga chiqqan paytingizda taksist bilan sizni asosiy ishingiz u bitta lokatsiyadan A nuqtadan B nuqtaga borish, to'g'rimi? Bu ayni ish bo'yicha. A nuqtadan B nuqtaga borish bu ish. Qayerda u joy, bu savollar bersa, unda bu ish bo'yicha savol bergan bo'ladi, to'g'rimi? Lekin nima bo'ladi? Taksiga o'tirgan paytingizda taksi boshlaydi-yu, kun ham isib ketdi, kun ham sovib ketdi-da, shamol bo'yapti deb boshlaydi. Bu small talk degani, ya'ni asosiy vazifa, asosiy maqsaddan ko'ra umumiy gaplashgan suhbat bu small talk deydi. Agar siz ham sotuvchi bo'lsangiz, sotuvda ishlayotgan bo'lsangiz, mijozlar bilan umumiy suhbatda gaplashishni o'rganishingiz kerak. Bu qanaqa? Ko'pincha qayerdan sizni boshlaysiz? Masalan, O'zbekistonda o'sha 13 ta viloyat bor. Men odatda mijoz bilan tanishayotgan paytimda o'zi qayerdan aka deyman. Va keyin u menga javob beradi. Men Xorazmdanman. "O'h, Xorazmdanmisiz? Necha kishilar? Jallimi?" deb o'zim small talkga tortaman. Ya'ni aynan Xorazm shevasida ekadi. Bo'lishi mumkin qozoqman men desa, aynan qozoq tiliga xush kelibsiz deb nimadirlar aytaman. Ya'ni o'sha qozoqcha bilan yaqinlashish uchunman. Ya'ni mijoz bilan munosabatlarni yaxshilash uchun small talk juda ham kerak. Ko'pchilik buni bilmaydi, ko'pchilik buni ishlatmaydi, lekin bu juda ham muhim.
aynan shu mavzuda biz 3-4 maykullar ham webinar qilamiz. Webinarda men ko'proq ochib beraman. Aynan shu small talkni qanaqa ishlatish, nimaga bu narsa kerak va qachon ishlatsangiz foydali bo'lishini 3-4 maykullari men yana sizga ichini to'liq ochib beraman. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, biz webinar kanalimizda 3-4 may kuni webinar boshlaymiz. Shuning uchun sizdan qo'shilib oling. Zo'r. Keyingisi o'tamiz sirazi ice breaker savollar. Ice breaker savollar bu qanaqa bo'ladi? Masalan, siz umumiy suhbat etdingiz, ana endi mijozni, maqsadini aniqlovchi savollar. Masalan, doktorga borganingizda doktor aytadi, nima bezovta qilyapsiz? Nima qiynayapti? Qachondan beri og'riyapti deydi-yu. Aynan shu narsa sizni mijozingizni ichidagi muzini yoruvchi savol bo'lishi kerak. Ya'ni mijoz dardini aytish boshlash kerak sizga. Uka, gapirma o'zi. Meni 1 oydan beri deb yoki meni 3 yildan beri meni nima narsa qilyapman, nima muammoim bor deb aytib berish kerak sizga. Shundagina mijozingizga sotishingiz oson bo'ladi. Masalan, siz aytaylik, kiyim do'konida ishlaysiz. Va bitta ota-ona keldi. Masalan, aytasiz, farzandi kiyim olgan keldimi deydilar. Gapirma, nima narsa kerak menga deb o'zi dardini ochish kerak. O'sha paytda siz uni dardiga yechim berishingiz osonroq bo'ladi. Tushunarli? 3-chi etapimizda biz mijozni dardini ochishimiz kerak. Ko'pchilik sotuvchilar mijozda men dardini aytaveradi deydi-da. Men hayron qolaman. Zo'r-ku dardini aytsa. Ya'ni u sizga shu muammosiga yechim olish uchun telefon qilyapti. Muammosiga yechim olish uchun u sizga telefon raqamini qoldirgan. U dardini aytsa va unga siz yechim bersangiz, yana sizdan sotib oladi. Shuning uchun bu mijozni dardini ochuvchi savollar bor. Ko'pincha qanaqa bo'ladi? Qanaqa yordam bera olaman sizga? Nima shamollar uchirdi? Qanaqa tashvishlar bilan keldingiz? Yoki aytaylik, aynan siz soha vakili bo'lsangiz, masalan, tarbiyachisiz, aytasiz, "Aka, tarbiyachining muammolari bo'lyaptimi?" To'g'rimi? Xuddi shunaqa narsani savol berishingiz mumkin. U "Uka, gapirma" deb boshlash kerak odatda. Bu o'sha muammoni ochib beruvchi savollar bo'ladi. To'rtinchisi va men sotuvni juda eng muhim asosiy qismi deb bilaman, bu ehtiyojlarni to'g'ri aniqlash. Ko'p sotuvchilar bunga fokus qaratmaydi. Ko'pincha filtr qolishadi mijozlarni. Mana bu narsamisiz, buni bilasizmi, Toshkentdamisiz, onlaynmi, oflaynmi deyishadi, keyin ha desa, ana endi taqdimotni boshlab yuborishadi. Shu eng katta xato. Tushunasizmi? Nimaga? O'zim 8 yildan beri sotuvchi bo'lib ishlayotgan bo'lsam, eng muhim narsa bu mijozni ehtiyojini aniqlab olish. Agar mijozni ehtiyojini siz aniq bilsangiz, uni muammolarini ko'rsangiz va his qilsangiz, unga katta ehtimol bilan yechim taklif qila olasiz. Shuning uchun hech qachon taqdimot shablon bo'lmaydi, qachonki ehtiyojni to'g'ri aniqlansa. Siz ehtiyojni to'g'ri aniqlamasangiz va juda ko'p xatolar qilasiz. Va oxirida qimmatli e'tiroz ham eshitasiz. Shuning uchun mijozni ehtiyoji qanaqa aniqlanadi? Siz mijozni hozir og'riqlarini, ehtiyojini, muammolarini, imkoniyatlarini, qo'rquvlari, tajribasi, kutuvlari, rejalari, orzulari shu hammasini, ya'ni albatta hammasini emas, shu etaplarni bilishingiz kerak. Shundagina katta ehtimol bilan siz unga to'g'ri taqdimot berib, to'g'ri qiymat bera olasiz. Shuning uchun mijozni ehtiyojini aniqlashga men odatda masalan 1 soat mijoz bilan gaplashsam, o'sha 1 soatda 45 daqiqasini mijozni ehtiyojini o'rganish ishataman. Ya'ni sotuvning 70% menda mijozni ehtiyojini aniqlash ustida ishlaydi. Tushunarli? Bu mijozni ehtiyojini aniqlash. 5-inchisi, biz o'rtasiga keldik va albatta mijozni ehtiyojini aniqlagandan keyin biz nima qilamiz? Mijozlarga taqdimot qilamiz. Taqdimot bu mijozni ehtiyojidan aniqlangan va undan kelib chiqib unga yechim taklif qilingan etap. Ko'pchilik taqdimotni shablon qilib oladi. Bu umuman noto'g'ri. Masalan, aytaylik, siz o'quv markazida ishlaysiz. Bizning darslarimiz 3 kun bo'ladi. Bir haftada 2,5 soatdan bo'ladi. Mentorlarimiz IELTS 7 olgan, 8 olgan. Bizning qo'shimcha supportimiz bor, bizda coworking bor. Bu hammasi shablon gaplar, hech kimga qiziq emas. Endi qiziq bo'lishi mumkin, juda ham kam odam foiziga. Shuning uchun siz oldin bilishingiz kerak, uni muammolari nima va uni muammolariga yechim sifatida taklif qilsangiz, o'sha siz taqdimotingiz bo'ladi. Umumiy hammaga bir xil taqdimot tushmaydi, chunki bir xillar uchun mentor muhim, kimdirlar uchun sharoit muhim, kimdirlar uchun vobshe internet muhim bo'lishi mumkin sizning o'quv markazingizda. Kimdirlar uchun umuman darslarni vaqti bo'lishi mumkin va siz aynan shunga fokus qarishingiz kerak. Shablon taqdimot hech qachon qilmang. Bu eng katta xato bo'ladi. Zo'r. Keyingisi, taqdimotda asosiy 3 ta bosqich bor. Bu xususiyatlar, afzallik va foyda. Ko'pchilik shu xususiyatlarni yopishib oladi. Boyaga aytganimdek, masalan, xususiyat nima? Bu sizni produktingizni belgilari. Masalan, siz agar deylik SEO mutaxassisi bo'lsangiz, 1 oyda 12 ta post chiqadi. 12 ta postdan 8 tasi reels bo'ladi, 4 tasi post bo'ladi, storieslar bir 20 tacha bo'ladi. Keyin nima qilamiz? Progress qilib turamiz. Keyin aytaylik, biz bitta YouTube video nastroyka qilib beramiz, target nastroyka qilamiz, targetimizni test qilamiz, kreativ olamiz. Hammasi xususiyat. Qarang, bitta gap ham qiziqarli bo'lmadi. Chunki bu mijozni ehtiyojiga mos emas edi.
Mijozni ehtiyojiga mos bo'lgan xususiyatlar odatda 10% bo'ladi. Ya'ni sizni taqdimotingizni 10% xususiyatlardan iborat bo'lishi kerak. Undan keyin bo'lsa afzallik bo'lishi kerak. Ya'ni sizni nima farqingiz bor boshqalardan? Siz garantiya berasizmi pul qaytarib berishga? Siz faqat natija uchun ishlaysizmi? Siz KPI uchun ishlaysizmi? Yokida agar yoqmasa pul qaytarib berish imkoniyati bormi? Nima narsa siz uchun muhim? Yokida afzalligi sizni mentorlaringiz boshqadan ko'ra ko'proqmi, joyingiz kattaroqmi, chiroyliroqmi, arzonroqmi, qimmatroqmi? Mana shu hammasi sizni afzalligingizni bildirishi kerak. Va shundagina boshqalardan farqingiz bilinadi. Va uchinchisi, eng asosiysi bu mijoz oxirgi etapda B nuqtada nima natija oladi. Masalan, tasavvur qiling, siz gul do'konida ishlaysiz va mijoz kelayotgan paytda siz faqat gullar haqida gapirib berasiz. Bu gulimizning tikoni yo'q, bu gulimiz orxideya guli, Gollandiyadan keladi, -15 gradusgacha ham turishi mumkin, bir haftalab turadi, 2 haftalab turadi. Hidi bunaqa desangiz, bu hammasi xususiyat. Va oxirida mijoz nima oladi? Mijoz gulni nima uchun oladi? Odamni xursand qilish uchun oladi, to'g'rimi? Siz aytishingiz kerak, sizni oyingizdan bugun tug'ilgan kunlari bo'lsa, ishoning, sizdek gulni hech kim bermagan bo'ladi va oyingiz eng ko'p sizni gulingizni eslab qoladilar. Bo'ldi. Ya'ni oxirgi itogiy natija mijoz uchun, ya'ni sotuvchi uchun va mijoz uchun bir nuqta muhim. Ya'ni oxirida men nima olaman? Qanaqa ko'rgansizlar, menimcha, shu bolani. Boyota indan keyincha deydi-yu, siz nima deyishdan qat'iy nazar mijoz ichida shu gap turadi. Indan keyincha. Bizning aytaylik, tajribamizda 10 yillik bizning korxonani. Indan keyincha menga nima? Tushunarli? Sizni umumiy gaplaringiz oxiri mijozni B nuqta yopib chiqish bo'lishi kerak. Ya'ni mijoz A nuqtaga keldi, B nuqtada qanaqa o'zgarishlar bo'ladi. Bu mijozga foydasi bo'lishi kerak. Shundagina sizni taqdimotingiz juda ham chiroyli bo'ladi. Tushunarli? Zo'r. Keyingisi, albatta, taqdimot qilganingizdan keyin e'tirozlar paydo bo'ladi. E'tirozlarni yechish uchun men sizga hozir bitta instrument o'rgatib qo'yaman. Bu qanaqa bo'ladi? Odatda e'tirozlar ikki turga bo'linadi. Haqiqiy va soxta e'tirozlar. Soxta e'tirozlar bu bahonalar bo'ladi. Va bahonalarning eng anaqa muammosi bu nima degani? Masalan, siz mijozga mijoz qimmat deydi, siz kelishtirib beraman desangiz, keyin o'ylab ko'raman deydi. Ya'ni gap qimmatda emas deydi. Yoki siz tovar sotyapsiz, "Men buni qorasi bormi?" deydi. O'zi olish niyati yo'q umuman. Bu bahona. Ya'ni aniq e'tiroz etmaydi, yo'q narsani aytib beradi sizga. Menimcha bo'lgan sizda ham, do'konga borasiz, biror narsani ko'rasiz, chiqib ketishga uyalasiz-da, yo'q narsani so'raysiz. Shunaqa vaziyat bo'lganmi sizga? Ya'ni bu umumiyda mijozga haqiqiy e'tiroz emas, balki bahona. Shuning uchun kelinglar masalaga hozir bahona va haqiqiy e'tirozni farqlashni o'rgatib qo'yaman. Birinchi navbatda hech qachon mijoz e'tiroz bildirsa, u e'tiroz bilan ishlashni boshlamang. Masalan, qimmat desa kelishtirib beramiz, arzonchirog'i bor xolasangiz demang. Nimaga? Chunki bu e'tiroz haqiqiyligini bilmaysiz. Shuning uchun birinchi navbatda nima qiling? Mijoz bilan ping-pong o'ynamang. Ping-pong bilasiz, bu stol tennis, ya'ni taqir-tuqur o'ynayveradi va katta muammoni bilmay qolasiz. Ya'ni haqiqiy e'tiroz nima? Masalan, siz qimmat degan e'tiroz bilan ishlasangiz, keyin undan keyin u e'tiroz aytadi, bu e'tiroz qanaqa bo'ladi? Bu e'tiroz umuman boshqa e'tiroz bo'ladi. O'ylab ko'raman deydi, maslahatlashib ko'raman deydi, yokida men hozir qila olmas ekanman deydi, hozir pulim yo'q ekan deydi. Ya'ni siz qimmat bilan ishlab bo'ldingiz, arzondan qilib berasiz, lekin u men pulim yo'q deb aytdi. Bu yana haqiqiy bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun eng asosiy narsa mijozda e'tirozlarini yig'ishingiz kerak. Ya'ni masalan qimmatda zo'r, tushundim Sardor aka, sizga yana yoqmagan tomonlari bo'ldimi xizmatimizdan yoki produktimizdan? Boshqa narsa sizga yoqdimi? Masalan, dastavkamizni o'z vaqtida qilishimizni, sifatimizni, tezligimizni, hammasi muhimmi siz uchun? Va aytadi, menga bu narsa yoqmadi endi. Ya'ni dastavka uchun alohida to'lov borligi menga yoqmadi. Yokida sizlarni o'quv markazingizda darslar vaqtida qisqaligi menga yoqmadi deb yana aytish mumkin. Va ikkinchi etapga o'tasiz, hamma e'tirozlar yig'ilganiga ishonch hosil qiling. Ya'ni mijozdan so'rang. Yana qoldimi? Mijoz yo'q, bo'lib qolmadi deyish kerak. Ya'ni e'tirozlarni yig'ing. Shunda hammasi bilan ishlay olasiz. Bo'lmasam bitta e'tiroz aytadi, yana u bilan ishlaysizda, yana aytadi, yana ishlab yuraverasiz. Nima kerak? Siz yo'q e'tiroz bilan ishlab, bahonalar bilan ishlab nima qilasiz? Shuning uchun vaqtingizni ekonom qiling va eng muhim haqiqiy e'tiroz bilan ishlang. Ikkinchisi, bu hamma e'tirozli yig'ilganiga ishonch hosil qiling. Mijoz yo'q, bo'ldi, boshqa yo'q, hammasi yoqdi deyish kerak. O'shandan keyin to'xtaysiz. Tushunarli? Ungacha ham so'rayverasiz. Nima yoqmadi, nimasi to'g'ri kelmadi sizga deb so'rayverasiz. Mijoz yo'q, bo'ldi, qo'ying, hammasi joyida, faqat shu yoqmadi desa, unda okey, keyinga deb ketamiz. Uchinchisi, haqiqiy bo'lgan e'tiroz topish. Masalan, sizda bo'ldi, sizlarning o'quv markazidan oldin metro yaqin emas ekan, o'quv markazi narxlari qimmatroq ekan, darslarning soati kamroq ekan deb aytdi masalan, o'quv markazi sohasida. Demak, qaysi bir haqiqiy e'tiroz? O'ylab ko'ring-chi. Zo'r. Taxmin qilmang, eng zo'r mijozdan so'rang. Masalan, aytasiz, Sardor aka, men sizni tushundim, aytgan hamma sabablaringiz asosli. Agar birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni qo'yish kerak bo'lsa, birinchi o'ringa qaysi birini qo'ygan bo'lardingiz?
narxinimi, vaqtinimi, yo metro yaqinligimi? Qaysi birini qo'ying? Birinchisi masalan aytadi, narxi dedi, qimmatroq ekan dedi. Zo'r. Va 4-etapga o'tamiz. 4-etap nima bu? E'tirozni haqiqiy ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak va muammo bo'lmagan vaziyat yaratishingiz kerak. Bu qanaqa? Agar narxi to'g'ri kelganda olgan bo'larmidingiz? Men kelishib beraman demayapsiz. Agar narxi sizga to'g'ri kelgan bo'lganda olgan bo'larmidingiz? Agar mijoz ha desa, demak bu haqiqiy e'tiroz. Endi bu bilan ishlashingiz bo'ladi. Agar mijoz yo'q, baribir metro yaqinroq holat o'tdim desa, demak bu e'tiroz haqiqiy emas. Tushunarli va bu sizga aytaylik, men ishlamayman, bu e'tirozdan foydasi yo'q. Men argumentga keltiring, men Jordan Belfort bo'ling, siz sotaman deb foydasi yo'q. Chunki katta ehtimol bilan bu soxta e'tiroz bilan ishlaganingizda foydasi yo'q. Tushunarli? Shuning uchun eng muhim narsa bu yerda haqiqiy e'tirozni topish va haqiqiy e'tirozga tubdan yechim berish. Bizda 3-4 may kunlari, ya'ni webinar qilamiz. Webinarda aynan shu e'tiroz bilan ishlash uchun men sizga bir nechta instrumentlar beraman. Endi biz haqiqiy e'tiroz topdik-ku hozir. Endi haqiqiy e'tiroz bilan qanaqa ishlanadi? Qimmat degan, o'ylab ko'raman, pulim yo'q, keyinroq degan e'tirozlar bilan qanaqa ishlashni ko'rib chiqamiz va katta ehtimol bilan siz endi haqiqiy e'tirozlar bilan yechishni o'rganib olasiz. 3-4 may kunlari aynan shu kanalda biz webinar qilamiz, faqat qo'yib yubormang. Zo'r bo'lmasa biz keyingi etapga o'tamiz. Keyingi etapda nima? Masalan, mijozman e'tirozni topdingiz. Masalan, qimmat degan e'tiroz berdingiz va o'sha paytda siz taklif berishingiz kerak. Ya'ni bu ODC texnikasi deyiladi. Ya'ni offer, taklif, deadline, muddat va uchinchisi call to action, harakatga chorlash. Masalan, zo'r. Sardorga tushunarli, agar siz bugun o'zingiz joyingizni band qilsangiz, men sizga 10% chegirma bera olaman. Nima deysiz? Men sizga link yuboraymi? To'lovchi qanaqa bo'ladi? Payme bo'ladimi yoki klik bo'ladimi yoki uzumdan yuboraymi? Qaysi biri sizga qulay? Deb aytasiz. Shu paytda mijoz shunaqa tez bo'lishi kerak, ya'ni e'tirozlarni ishlaganingizdan keyin srazu unga taklif berishingiz kerak va taklif muddatli bo'lishi kerak. Tushunarli? Muddatli. Shundagina bu taklif o'xshaydi. Katta ehtimol bilan masalan sizni do'stingiz bor. Do'stingizga telefon qilyapsizda, o'rtoq ko'rishamizmi do'st. Lekin u dar ko'rishamiz desa, qachon vaqtingiz bor? Farqi yo'q, o'zingizga qarab aytdi. Shunda siz ham o'ylab qo'yasiz, o'zingiz vaqtingiz qachon vaqti bor ekan, qachon, ya'ni nima chegaralanmagan bo'lsa, shu narsaga qaror qabul qilish juda ham qiyin. Masalan, aytsa telefon qilsangiz o'rtog'ingizga bugun soat 3 ta vaqtim bor faqat desa, katta ehtimol bilan agar sizga kerak bo'lsa, soat 3 ta borasiz. To'g'rimi? Shuning uchun xuddi shu texnika mijozlar bilan ham ishlaydi. Agar siz unga aniq taklif bermasangiz, katta ehtimol bilan u o'zicha biror taklif ham o'ylab topadi miyasida. Shuning uchun ODC texnikasi ideal formatda ishlaydi, agar mijozning e'tirozini hal qilganingizdan keyin. Zo'r. 9-inchisiga keldik. Bitim yakunlash. Har doim bitimni kelishuv bilan tugating. Masalan, mijoz sotolmasligi mumkin, lekin keyingi etapga kelishib oling. Masalan, siz frilanser bo'lsangiz, gaplashdingiz, narxini aytdingiz, dedi, bo'ldi o'ylab ko'raman deb, to'xtang, hozir o'ylab ko'rmang deb, men sizni target akkauntingizni bitta audit qilib chiqaman deb va keyingi etapda men sizga ko'rsataman. Ya'ni o'zi muammo bormi, yo'qmi, nima deysiz? Yani kelishuv bilan tugashi, bo'ldi gap yo'q bo'lsam ertaga kutaman desa, unda siz kelishuv qildingiz. Yoki mijoz bo'ldi menga yoqdi dedi, to'xtang bo'lsam men sizga ushbu gaplashgan gaplarimizning hammasini xulosa qilib yozib yuboraman va sizga material yuborib qo'yaman. Ya'ni bizani kompaniyamiz haqida yoki mijozning izohini yuborib qo'yaman. Ko'rib chiqasizda, ertaga agar siz yoqagan bo'lsa, men sizga aynan shu narsa bo'yicha javob olaman. Maylimi? Ya'ni kelishuv bilan tugatishingiz kerak. Tushunasizda, kelishuv bilan har doim mijoz ham siz ham kelishuv, ya'ni lafzini olishingiz kerak mijozdan, lafzini. Ertaga yoki indinga yana qayta ko'rishni lafzini olsangiz, keyingi etapga o'tish osonroq bo'ladi. Nafaqat sotish, balkim bu yerda eng muhimi keyingi etapga o'tish. Ko'pchilik sotuvchilar faqat sotishni o'ylaydi. Men bo'lsa, ko'pincha keyingi bosqichga o'tishni o'ylayman. Ya'ni hozirgi etapim bilan keyingi bosqichga sotish. Masalan, hozir ham aytaman sizga, agar siz bu darsga ko'rayotgan bo'lsangiz, keyingi qilgan ishingiz, yeni ko'proq o'rganmoqchi bo'lsangiz va aniq instrumentlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, keyingisi 3-4 may kuni webinar bo'ladi. Webinarda bo'lsa siz bilan biz aniq ehtiyojni aniqlash uchun texnikalar, aniq mijozga taqdimot qilish uchun texnikalar, mijozga e'tirozlar bilan ishlash uchun texnikalar va eng muhimi mijozga dajim qilish, ya'ni mijoz yo'qolib qoladi-yu, telefon qilsa ko'tarmaydi, o'sha paytda mijozga dajim qilishni o'rgataman. Va bu sizga aniq foydali bo'ladi. Va hozir 9-anaqa etapdamiz, siz bilan biz kelishib olishimiz kerak. Ya'ni agar siz roziman desangiz, 3-4 may kuni siz bilan ko'rishamiz. Va eng oxiri bu xayrlashuv. Hozirgi biz ham deyarli xayrlashib tugatamiz siz bilan. Umumiyda xayrlashuv ham juda muhim. Mijozlar doim oxirini yaxshi hisob qolishadi. Boshi bilan oxirini hisob qolishadi. Shuning uchun harakat qiling, oxirini ham chiroyli tugatishga. Ya'ni har doim mijozga kompliment qiling. Ya'ni xuddi shunaqa men ham sizga kompliment qilaman. Darsni shu etapga kelganingiz uchun rahmat, o'zingiz ustida ishlayotganingiz uchun rahmat. Chunki o'zini ustida ishlagan odamdagina o'zini har safar yaxshilab boradi va bu orqali ham daromadi, ham o'zining saviyasi o'sib boradi va siz ham aynan shunaqa odamsiz, chunki darsni shu etapgacha ham keldingiz. Bu uchun sizga bitta malades deb aytaman va bitta like qo'yib qo'yaman siz uchun.
Endi xayrlashuv shunaqa bo'lishi kerak. Xayrlashuv tengli uchrashuv deb undosh bo'lishi kerak va eng muhimi sizni yaxshi munosabatda qoldirish kerak. Shuning uchun har safar mijoz xayrlashayotgan paytingizda agar offlayn bo'lsa uni kuzatib qo'ying, rahmat eting uchrashuv uchun va onlayn bo'lsa maroqli suhbat uchun rahmat eting va tengli uchrashuvni eslatib qo'yasiz. Va albatta esdan chiqmasin, 3-4 may kuni siz ikkinchi bosqichga o'tasiz, ya'ni konversiyangizni yanada oshirib olasiz. Umumiy shunaqa o'rtoqlar, darsni oxirida ko'rganingiz uchun kattakon rahmat hammalarga. Bu mening Instagram akkauntim. Agar siz Instagramga podpis qilmagan bo'lsangiz, Instagram podpis qiling va bizda har kuni Instagramda yangi instrumentlar va yangi texnikani qo'yib boramiz. U yerdan o'zingiz uchun juda ham kerakli ma'lumotlarni olasiz va konversiyangizni oshirib olasiz. 3-4 may kuni vebinarda ko'rishguncha salomat bo'ling.